Ushbu update'ni ko'chirishni xohlashingizni bilamiz. Bizning maqsadimiz bitta, odamlarga sifatli ta'lim berish. Aynan shuning uchun biz aytamiz. O'zingiznikini yarating, sohani yuqoriga olib chiqing, lekin takrorlashga urinmang. Since the beginning of time, since the very first person, there has been nothing but paper. But paper was no longer enough until Ingliz tili haftasiga 3 marta o'tkaziladigan 80 daqiqalik darslardagina iborat emas. Tilni faqat dars paytidagina o'rganib bo'lmaydi. U dars boshlanganda yoqilib, dars tugaganda o'chib qolmaydi. Til kundalik hayotingizni ajralmas qismiga aylangandagina haqiqiy rivojlanish boshlanadi. Ingliz tili chinakam o'zlashtirish uchun o'zingizni shu til muhiti bilan o'rab olishingiz, uni har kuni eshitishingiz, qo'llashingiz va his qilishingiz kerak. International ta'lim jarayoni aynan shu tamoyil asosida qurilgan. Shuning uchun bugun biz Live Update Students App ilovasining yangilanishini taqdim etmoqdamiz. Bu yangilanish ingliz tili bilan jonli muloqotni har bir talabaning kundalik tajribasining bir qismiga aylantiradi. Endi esa ushbu yangilanishning 3 ta yangi imkoniyati bilan tanishtiramiz. Kimdir boshlaydimi? Yo'q, unda men boshlayman. Kutib oling. Group Talk. Avvalgi mega update'da biz live call funksiyasini qo'shgan edik. Bu talabalar o'rtasidagi yuzma-yuz, to'g'ridan-to'g'ri qo'ng'iroqlar. Ammo bitta savol. Agar faqat bir kishi bilan emas, balki do'stlar davrisida suhbatlashsak-chi? Group Talk'da bir vaqtning o'zida o'nlab mavzuli xonalar ishlamoqda. Har bir xonada 2 nafardan 4 nafargacha ishtirokchi bo'ladi. Nega aynan shuncha? 2 kishi bu dialog, 3 kishi bu har bir ishtirokchi suhbatda qo'shila oladigan jonli muloqot. 4 nafardan ko'p bo'lsa, tartibsizlik boshlanadi. Kimdir albatta chetda qolib ketadi yoki jim bo'lib qoladi. Bu diapazon shunchaki tanlanmagan. Tartibsizlikni oldini olish va shu bilan birga suhbat dinamikasini saqlab qolish uchun tanlangan. Hech kim navbat kutmaydi. Hech kim suhbatdan chetda qolib ketmaydi. Siz mavzuni tanlaysiz. Biznes, sayohat, filmlar, texnologiyalar va xonaga kirasiz va bir necha soniyadan keyin siz suhbatdasiz. Har hafta yangi mavzular to'plami. Group Talk'ning yana bir qiziq jihatini ko'rib chiqamiz. Endi o'quvchi boshqa guruhlardan va istalgan darajadagi do'stlarni taklif qilish mumkin. Ilk bor Students App ichida talabalar o'zlarining suhbat maydonini yaratishmoqda. Xuddi live calldagi kabi suhbatni aqlli detektor kuzatib boradi. Birinchi ikkita qoidabuzarlik ogohlantirish, uchinchisi band butunlayga. Bu shunday xavfsiz muhitki, unda siz boshqalarga bo'lgan hurmat doirasida erkin gapira olasiz. Endi bizning talabalarimiz 4 nafar bo'lib speakingni rivojlantirishlari mumkin. So'nggi vaqtlarda International jamoasi barcha talabalarimiz ham vaqt yoki joylashuv sabab speaking klublarda qatnasha olmayotganligini sezdi. Biz bu muammoni hal qildik. Endi siz speaking klubga bormaysiz. Speaking Club sizning oldingizga keladi. Kutib oling. Online Speaking Club. Endi barcha talabalar uchun Student App'ning o'zida Online Speaking Club mavjud. Har bir uchrashuvni International vakili Speaking Mentor boshqaradi. U ishtirokchilarga suhbatda faol qo'shilishga yordam beradi va qulay muhit yaratib beradi. Speaking Club va Group Talk o'rtasidagi farq nimada deb so'rashingiz mumkin. Asosiy farq video muloqotda.
ishtirokchilarning kameralari doimo yoqilgan bo'ladi. Shuning uchun siz nafaqat suhbatdoshingizni eshitasiz, balki u bilan yuzma-yuz muloqot qilasiz. Uning hissiyotlari va reaksiyalarini ko'rasiz hamda bir-biringizga qarab gaplashasiz. Har bir speaking club 1 soat davom etadi. Ro'yxatdan o'tgandan so'ng talabalar 6 kishilik guruhlarga taqsimlanadi. Bir vaqtning o'zida esa 10 tagacha guruh bo'lishi mumkin. Online speaking club haftasiga 5 marta, dushanbadan jumagacha. Kuniga 2 mahal, ertalab va kechqurun bo'lib o'tadi. Yakshanba kunlari esa odatdagidek International filiallarida an'anaviy offline speaking clublarimiz davom etadi. Assalomu alaykum dada. Va nihoyat men ingliz tilini o'rganish uchun o'quv markazini topdim. O'ylaymanki, endi universitetga aniq kiraman. Lekin hozircha endigina beginner darajasidaman. Assalomu alaykum dada. Men o'rta darajaga chiqdim. Bu o'quv markazida Student App ilovasi ishga tushirildi. Faqat tez orada ochiladigan bitta qiziqarli funksiya bor ekan. Qiziq. Bu nima bo'lar ekan? Assalomu alaykum dada. Men endi A darajasidaman. O'qituvchim aytishi bo'yicha men 8 ball olar ekanman. Aytgancha, o'sha funksiya haqida gapirganim esingizdami? Va nihoyat u ishga tushdi. Bu Films. Darslardan tashqari, talabalar kundalik hayotida ham musiqa, kitoblar va filmlar orqali ingliz tili muhitida bo'lishlari muhim. Filmlar bilan ko'pincha muammo yuzaga keladi. Nimani tomosha qilish va nima darajaga mos kelishni tushunish qiyin. Natijada film tanlashning o'zi uni tomosha qilishdan ham murakkabroq bo'lib qoladi. Internationalda biz bu to'siqni olib tashladik. Students appdagi ushbu bo'lim ustida jamoamiz 3 yil davomida ishladi. Mos kontentlarni tanladi va qariyb 1000 ta filmni tahlil qilib chiqdi. Endi Students appda film bo'limi mavjud. Bu har bir darsdan keyin tomosha qilish kerak bo'lgan filmlar. Oddiy filmlar emas, balkim hujjatli filmlar. Nega aynan hujjatli filmlar? Chunki bu jonli kontent va haqiqiy voqealarga asoslangan bo'lib, unda siz ona tilida so'zlashuvchilar foydalanadigan tabiiy til qo'llaniladi. Filmni tomosha qilgandan so'ng talaba mazmunni tushunganini va yangi so'zlarni mustahkamlaganini tekshirish uchun savollarga javob beradi. Films bu tilni jonli qo'llash shaklida darsning davomiga aylanadi. Har bir film talabaning darajasi va dars mavzusiga mos ravishda tanlangan. Filmlar 3 ta darajadagi talabalar uchun mavjud: pre-intermediate, intermediate va upper intermediate. 12 ta unitning har biri uchun bittadan mos film tanlangan. Jami 36 ta film. Endi talabalarimiz film funksiyasi orqali ingliz tili muhitiga yanada chuqurroq sho'ng'ishlari mumkin. Bugun International sizlarga 3 ta muhim yangi imkoniyatni taqdim etdi. Endi Group Talk orqali talabalar o'zlarini qiziqtirgan mavzularda to'g'ridan-to'g'ri ilova ichida muloqot qilib, ingliz tilidagi muloqot ko'nikmalarini yanada rivojlantirishlari mumkin. Online Speaking Club tufayli endi yakshanbani kutishga hojat yo'q. Endi Student App ilovasida Speaking Club mashg'ulotlari kuniga 2 marta, ertalab va kechqurun o'tkaziladi. Mashg'ulotlar video formatda bo'lib, ularni tajribali speaking mentor boshqaradi. Va albatta ilovamizning eng kutilgan yangi imkoniyati Films. Bu oddiy filmlar emas, balki hujjatli filmlardir. Har bir darsdan so'ng siz nafaqat ingliz tili darajangizni mustahkamlaysiz va yanada rivojlantirasiz, balki qiziqarli hamda foydali ma'lumotlarga ega bo'lasiz. Boshida aytganimizdek, ingliz tilini muvaffaqiyatli o'zlashtirish uchun o'zingizni shu til muhiti bilan o'rab olish juda muhim. International bilan esa ingliz tili dars tugashi bilan to'xtab qolmaydi. U har kuni yashaydigan muhitingizning ajralmas qismiga aylanadi.